Ulug'bek tumani Sentron uchastkasida 10 sotuvli uyimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimizni hozirligi birin-ketin sizlarga obzorini ko'rsatib o'tamiz. To'liq videoni YouTube kanalida особенный sizlar uchun olib boryapman. Bitta like bilan qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Bu uyimizni ko'chada ko'rsanglar, yashil hududlardan iborat bo'ladi. Bu uyimizni asl ko'rinishi bo'ladi, ko'rasizmi? Uyimiz toza travertin mahsulotlaridan iborat bo'ladi. Toza toshdan qilib ketishgan fasada har bitta joyi qarasanglar. Hozir endi kuz fasli bo'lgani uchun to'g'risini aytaman, kuz faslida sal u yoq bu yoq joylarini to'g'rilab qo'ysanglar, maza qiladigan joy yuringlar. Hozir qisqacha keyingi joylarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda hozir hovlisini va uy ichini ko'rsatib ketamiz. Bu yerda ko'rsanglar, mana basseyn qilib ketilgan, yozgi basseynlar qilib ketishgan va bu tomonimiz barbekyu zonasi o'zini maza qilib oilaviy dam olish hududi hisoblanadi va bu yerda yana havo aylantirish uchun va podvorga tushib ketadigan zonasi. Bu yerda ham bitta ko'rsatib o'ta qolay sizlarga. Uyimiz bu orqa tomondan podvorga tushib ketadigan va alohida havo aylantirish uchun bo'ladi. Endi sizlarga birinchi qavatini ko'rsatib o'tamiz. Biz birinchi qavatiga kirdik. Shuni kirganinglarda bu yerda ko'rsanglar ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi va podvorga tushib ketadigan zonasi hisoblanadi. Bu yerda ko'rsanglar gostivoy sanuzel qilib ketishgan va sizlarga birin-ketin xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda общий, bu yerda mehmonlarni kutib oladiganmiz, o'zingiz maza qilib o'tiradigan, choy ichib o'tiradigan zona qilib qo'yilgan. Bu yerda oshxonalari va bu yerda hol qismi bo'ladi. Bu yerda oshxonasini qaranglar, mazaligini. Zo'ra, haqiqatdan maza qiladigan joylardan biridir. Sekin keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Bu yerda ko'rsanglar, bu yerda endi gostivoy xonasi bo'ladi. Mehmonlarni kutib oladigan zona qilib qo'yishgan. Mana kaminlariga e'tibor beryapsizmi? Toza tosh haqiqatda kaminlardan qilib qo'yishgan. Bu uyimiz haqiqatda qo'riqlash xizmati VIP klass deydi-yu, VIP klasslardan biri bo'ladi. Chunki har tomonlama bu yerda qo'riqlash xizmati qilib qo'yilgan. Ko'ryapsizmi? Endi sizlarga ikkinchi qavatini ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz 3 qavatdan iborat. Ketdik tepaga. Ikkinchi qavatda sizlarga sayohat qilamiz. Ikkinchi qavatga shuni chap tomonga kirsanglar, bu yerda ota-onalar uchun yotoqxona qilib qo'yilgan. Va bu yerda qarasanglarchi, bu yerda o'zini sanuzeli yoki garderob xonasi qilib qo'yilgan. Bu yerda o'zini alohida garderob xonasi va bu tomonimizda o'zini sanuzeli qilib qo'yishgan. Ikkinchi qavatda bu tomonimizda общий sanuzel bo'ladi. Sanuzeli juda ham katta qilib qo'yilgan. Mana shu ko'ngli katta sanuzel qilib qo'yishgan. Va bu yerda yana bitta детский spalnya qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki mana bunaqa ofisniy variant qilib ishlatsanglar bo'ladigan xonamiz qilib qo'yishgan. Bu yerda yana bitta детский spalnya yoki katta farzandligiga berib qo'yishadigan xona qilib qo'yilgan. Va bu tomonimizda yana bitta spalnyamiz qilib ketgan. Ko'rdinglarmi? Endi hammaga qiziq bo'ladigan joyi narxi bo'ladi. Uyimizning tan narxi nech pul? Tan narxi uyimiz 1.200.000 deb aytilyapti. Nimaga qimmat deb aytsanglar, Mirzo Ulug'bek tumani Sentron uchastkasida va 10 sotuvdan ham inobatga olib qo'yinglar. To'g'risi nima, bu tomonda sotuvsi juda ham qimmat bo'ladi. O'ziga yarasha biladigan insonlar bu tomonni yaxshi bilishadi. Endi ko'rdinglar, o'zingizlarning ko'zingizlar bilan ko'rdinglar, bu uyimizni xarid qilmoqchi bo'lgan insonlar albatta pastda telefon nomerini qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqib, ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.